Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ikkita Fransiya vizasini ham qo'lga kiritib, bitta konvertni ochganman. Bittasini hali ochmaganman, sizlardan ochamiz. Vizalarni, pasportni bilan ko'rsatdim. Faqat mijozimizga iltimos qildilar, что yuzimizni ko'rinmasin dedilar. Endi uni to'g'ri tushunsak bo'ladi. No, sizlarning rezultatinglar o'zingizlar mana olib chiqibsizlar dedilar. Xo'p. Mana 360 yo'q 30 kunlik multiviza bergan Fransiya. Mana datasini ham ko'rsanglar bo'ladi, 29/06. Ko'rdinglarmi? 30 kun multi mana. Endi ikkinchisini ham ochamiz mana sizlar bilan. Qani ketdi. Oh. Mana. Xo'p, ikkinchisida voy. Mana. Bismillah deb ochamiz. 30 kunlik multiviza 29-iyun bilan berilgan. Tabriklaymiz ikkalovligini va ko'rgan bo'lsanglar, xursandmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, professional Schengen vizani olmoqchi bo'lsangiz ham Grant vizaga murojaat qilasiz. Biz nafaqat Schengen, Amerika, Kanada, Avstraliya, balki Yaponiyalarga ham yordam beramiz. Sog' bo'linglar.